O'rtoqlar qaranglar, hozir biz $1000 subsidiya ajratilgan velosiped olgani keldik. Mana bu joydan, Bike Connection degan joydan. Xo'p, nimaga San Fransiskoda, balki boshqa Amerikaning shaharlarida ham shunaqa velosiped uchun demak subsidiya ajratiladi. Avval velosipedni olaylik, undan keyin aytib beraman. Look at this, all these bikes. Ko'rdinglarmi qancha aksessuarlar bor, katta. Havoltada ham xuddi shunaqa nimasi bor. Hamma narsa bor Willy uchun. That's it, right? That's it right here, man. Okay. You're all set. Hop, Willy'ni oldik mana. Mana bu charger, elektrobike. Mana bittadan ochib, mana buni olib turib, zaryad qilsa bo'ladi. Gap yangi Willy. Hozir tushuntirib beraman, nimaga menga buni berishganini. Vaqti qiyin ekan. Sig'ishi. Hali ham mashinani orqasi keng, Xudoga shukr. Ketdik. Xullas akalar, nimaga menga Willy'ni berishdi? Xo'p, bu shahar hokimiyati va mana bu elektr tarmoqlarini ta'minlaydigan kompaniya tashabbusi ostida qilingan. Demak, shular birgalikda adashmasam xususiy kompaniya kompensatsiya beradi $1000gacha. $1000dan u yog'ini o'zingiz to'laysiz. Hozir bu men olganim eng arzon elektrobike ekan, $1200 va soliqlari bilan taxminan $1300-1350 chiqdi. $1000 shahar nomidan kupon chiqqan edi, o'shani berishdi. Men berdim, menga berilgan kuponni, qolganini o'zim to'ladim. Nimaga berishdi degan savolga bo'lsa, xo'p, shunaqa 1000 ta shunaqa kupon berishgan, San Fransisko hududida yashaydigan va o'sha PG&E'ga demak bog'langan xaridorlar uchun faqat va undan ro'yxatdan o'tish kerak bo'lgan vaqtida. Xo'p, bu oktyabr-noyabr oyida edi, sentyabr oxiridan boshlangan adashmasam, o'sha vaqtlarda. Xullas kalom, buni sababi ekologiyaga bog'liq. Demak, shahar va xususan o'sha kompaniya demak, shahar ichida odamlar kamroq mashinadan foydalangan holatda ko'proq velosipeddan foydalanishi shunaqa yo'l bilan targ'ib qilib, qo'llab-quvvatlashi bitta yo'li. Demak, bilasizlar, Kaliforniya, xususan San Fransisko juda ham ekologiyaga sensitiv deydi, ta'sirchan shaharlardan. Demokratlar yashaydi. O'shani hisobidan ham xuddi shunaqa. Xullas kalom, bu menga $300-350 ga tushdi, lekin asl narxi $1300-1350. Soliqlari hammasi bilan birgalikda. Ana shu sababli. Lekin men kech qolib ketdim, taxminan bir 3 oydan beri yotuvdi. O'sha boyagi nima shopda. Shunaqa gaplar.